Assalomu alaykum. Uyushmalari va qurilish mahsulotlari guruhining obunachilari, navbatdagi proyektimiz tayyor bo'ldi. Bu proyektimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumaniga tayyorlab berdik. Uy razmerlari 20 metrga 40 metr bo'lgan zamonaviy uy proyekti tayyorlandi. Ko'rishlaringiz mumkin. Hop, ko'cha tomoni bir qavat, ichkariga kirganda ko'cha tomonga qaragan holda 2 qavat zamonaviy proyekt tayyorlab berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Fasad ko'rinishlari. Xo'p, bu loyiha chizmasi. Loyiha chizmasida bilasizlar, fundamentdan tomagacha barcha qurilish materiallari hisob-kitobi, etap-etap qilinadigan ishlar shu loyihamizda kiritib o'tiladi. Ko'rishingiz mumkin. Plita rasxodlari va to'sin nechta ketishi, strapilar rejasi va tom razmerlari bilan birga tom hisob-kitoblari. Kimga shunday proyekt kerak bo'lsa yoki arxitektura xizmati kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.